Hech kechirmam sizni bir bor foydalangan jonni. Inson o'zgarmaydi agar bir bor sotsa vijdonni. Bir marta sotgan odam ikki marta ham sotar. Yuragingizni ezib ustingizdan kulib ketar. Muhabbatda telbadi qasamyod ichganlar, keyin esa xiyonat qilib sindirishgan ishonchni. Ichingizni oyoq osti qilib masxara qilganlar. Bundaylarni eslamang, yopishingiz kerak eshikni. Do'stlikni manfaat uchun o'yinda tutganlar, olmoqchi bo'lgan narsasini olgach birdan o'zgarar. Sokinlik ortidan hujum qiluvchi shag'ollardek, yirtqich hayvon bilan insonni farqlash lozim har dam. Yer yuzida ko'pdir halol, sodda insonlar. Ularni topib qadrlash kerak, do'stlikni bermasdan bekor. Haqiqiy muhabbatni uchratib umr bo'yi yonida, vafodorlikni asrab olib borish kerak yillar bo'yi. Qadrlashni o'rganing, g'amingizda yonida turgan. Yaxshilikka yaxshilik qiling, qaytmasin bekorga. Qo'l cho'zing yordamga, muhtoj bo'lgan insonga. Hukm qilmang, nega u bugun aylandi yirtqichga. Men Karimjon, eshitgin bu nasihatni dilimdan. O'zingni hurmat qil, qiynamasin seni g'am. Agar ranjitishsa, unut va boshla yangi hayot. Yop eshikni mahkam, kirmasin yana dard og'riq. Bir marta xoinlik qilgan aslo o'zgarmaydi hech qachon. Matn sizga qanday?